Assalomu alaykum, sizlar bilan sayyoh bola. Assalomu alaykum, sizlar bilan sayyoh bola. Bugun tungi hiking qilamiz. Ko'kbet bilan Maygashgan cho'qqisiga chiqmoqchimiz. Soat hozir 11 bo'lyapti. 11 da yo'lga chiqib ketyapmiz. Gruppa bilan sayyohlar.uz gruppasi. Xudo xolisa, bugun kechqurun chiqib Saharlikni tog'da qilamiz. Yakshanba kuni Adirmi, qayerdadir dam olib, короче, qaytamiz xudo xolisa. Xalq. Ko'rinmayapmi? Короче, biz boshlaymiz yurishni, xudo xolasa. Soat necha? 1mi? 1. 1:30. 1:30 bo'ldi darajada. Endi yetib keldik. Narsalarni mashinada qoldiryapmiz. O'zimiz xudo xolasa yo'lga tushamiz. Paradkalar ham olganmiz darajada bugun. Ko'ringchi. Xudo xolasa Saharlikni Ko'kbetda qilamiz. Maksimum Maygashganda qilishga harakat qilamiz. Menimcha Ko'kbetda qilamiz. Paka. Hozir yurib ketyapmiz. Ancha bu yoqqa to'xtab qo'ygan ekanmiz. Hozir yana ozgina yurib cho'qqiga yaqin joygacha mashinani olib borib qo'ymoqchimiz. Mashina prям вот zabita yotibdi. Mana вот narsalari, ko'rpa to'shaklar, так далее. Xudo xolasa bugun zo'r bo'ladi. Soat 1:30, 2 bo'lyapti почти. Saharlikni tepada qilishimiz kerak. Bo'lmasa kuch qolmaydi. Let's go! Sayyoh bola sizlar bilan. Shunaqa kreativ narsalarni qilib turish kerak. Mana mostdan o'tamiz hozir. Bu jentraga 11 kishi sig'gan. Bu narsalar cho'tmas. Abdulbori, qanday tutib turing. Bo'lishda o'zingiz tutsangiz bo'ladi. Вот. Yo'l yurishni boshladik. Soat 2 уже. Yaxshi. Rahmat. Qor yo'q, lekin loy ko'p. Da, вот. Assalomu alaykum. Boshlab oldik. Men gap qiziq shu. Xudo xolisa ozgina qoldi. Yaragan Ozgina qoldi. Bo'yalib qolgan. Jamiki, mana bu yer top. Bo'yalib qolgan. Biz bilan bir to'g'ri ketyapti. Mushina tibrat. Panerzni tutib turing. Asilbek? Jigar mana cho'tki kadrlama. Panerzni tutib turing. Ko'kbet. Unaqa charchamovdingiz-ku? O'xshash kerak-ku. Prosmotr biladimi bo'lmasa? Menlarga bitatding? Mani ham. Mana Mardonbek. Aka. Elektronni tushiring jigarmanga. Mana. Yo'q, Qirib ol. deydi. Muhammadjonni ko'rsating mana. Yaxshi chiqib ketyapmiz. Zo'r chiqib ketyapmiz Muhammadjon. Yaxshi zo'r. Legenda. Iqbol! WhatsApp Iqbol! Iqbol deymi? Вообще. Yo'q, qarab turgan. Ana fotosessiya boshlandi. Fonarni yo'qoting. Gulchehra. Привет. Video bo'lyapti. Aytmaysiz. Mana aytdim mana. Hello. Bo'ldi. Barka ishlashang. Mana brat. Assalomu alaykum.
Qanday bo'lyapti? Taassurotlar qanday? Zo'r. Kechqurun chiqyapti, soat 3 bo'lyapti уже. Izi ketyapmizmi? Zo'r ha. Tez chiqyapmiz ancha. Yaxshi. To'xtamasangiz hallikgacha yuguramiz kerak ekan. Mozorjon? Ketganda saharlik qilamiz. Ha. Lev biz bilan. До конца. Ты, брат, мужчина ты. Вот shunaqa manzara bilan ketamiz. Пока что zo'r hammasi. Kim story solsa admin. Brat, taassurotlar. Вообще четко, реально. Bunaqa shuyenani men Oqtoshga chiqqanda ham his qilmadim. Nachinoy вообще boshqacha bo'lardi. Da, chiqqan. Nashnoy вообще boshqa o'rin ekan. Oqtoshga chiqqanmi? Qoratoshga chiqqan. Brat, привет. Menga Oqtosh deb aytgansizlar, bo'ldi, aldamanglar endi. Matiyat Samsung. Hammasi zo'r. Men shahar sizlar ko'rinmaydi. Ko'rsatsa. Soat 3. Yaxshi ketamiz, xudo xolasa. Где-то 1 soatga yo'l qoldi shekilli. Ko'rishguncha. Bugun fonga eshitish ketmayapman, chunki men bilan o'zi fonkman uchun. Bular bilan gaplashib ketish yaxshi. Sen fonga eshitib ketgandan. Abdul Bori ham keldilar. Ot sevinch. Videoni Juda kameraga gapir. Zo'r hammasi. Tungi soat. Tongi soat 4:13. Где-то 1,5 kilometr qoldi Ko'kbetgacha. Komanda. Yaxshimi hammasi? Chotki. Zo'r. Inshaalloh bosamiz. Qaytishyo. Xo'p. Mana do'stlar, mana eng yaxshi ko'rgan kadrim olingan joy. Men bu tomon yurib ketganman. Mana shundan kadr olib berishgan. Qor juda ham ko'p edi bunda. Hozir ancha kam qor. Qor kamligi ham kattagina minus ekan, chunki vobshta yaqin yo'ldan yurdim. Juda ham yaqin yo'ldan yurdim. Qor bor paytda juda ham oson edi bu yo'l. Prosta hozir qor yo'lligi uchun mana bunaqa tikonlar mana. Mana bunaqa tikonlar chiqib qolgan. Qor bor paytda bular ko'milgan turadi. It u mani itim endi. Bu mani do'stim. Nima derdi? It vafo xotin jafo bir balovar. Xo'p. Komanda hozir 15 minutlarda kelib qolishadi. Ungacha joy ko'rish kerak. Shtob yaxshi o'tirib, saharlik qolish uchun. Let's go. Gang. Sayoq bola. Adamlarga ham hayron sana. Короче. Ana ustiga ham bironsa tashab beringlar, bechada yopib, rahmi keltirib odamni. hozir men beraman. Yo, sovuq. Kes. Ovqatlar. Aka bo'lib bering, Chek bo'lib. qilamiz. Meniki. Senchki. Ot o'tiramiz. Mana kuchiga. Yo, sovuq. Yuraman. Xursand. O'zi turing, nega turadi bu? Bos. Bos so'rashga, ruxsatingiz. Mashina tebrat. Men bilan chiqdi bu polni. Birinchilardan bo'lib. Ha, turing. Nima ketdi? Voy. Asal bo'la. Bularni ham oling endi. Просто bomba. Buni. Somsa. Ya ozgina tursiz, ingliz tilida gapirib ketadi. Hi. It's me. Hamma o'qiydi.
Miledilarni asosiy kadrini olish kerak. Kamerani egasini uka. Ha, mana. Magashganda bizda bo'ladi kamera. Oxirgi marta olishingiz, oxirgi marta. Qilig'imi qilyapti? Qani? Qarayapman-ku. Ochildi, somchiydiganlar. Sug'udyapman. Ne, itga nima bor shuncha Yo'l topish kerak edi-ku. Yo'l topish. Chiqdik. Zo'r. Вот, Shahzoda. Вообще respekt. Qizlardan eng zo'r ish xizmat uchun. Qanaqa taassurotlar? Yaxshi, unchalik qiyin bo'lmadi. Hech ham uncha qiyin bo'lmasa kerak. Easy chiqib tashlaymiz. Go'mi maygashganga? Go. Yaxshi. Sizni oyog'ingiz, mana qo'zam, mana sho'malaganman. No, все равно, qilamiz. Da. Soat 15 ta kam, уже 6 bo'lyapti. Birdan beri yuramiz. Lekin ajoyib emas. To'xtash yo'q. Endi biz bu yoqqa qarab ketamiz. Biz bugun 1-mart 2026-yil Ko'kbet cho'qqisiga chiqdik. Kechqurundan boshlaganmiz. Saharlik qilib Ramazonda chiqdik. Hozir endi rasmiy shuncha o'zbekcha. Ramadanda eslishdi. Aytadi shunga uchun yozib olinglar. Odamlar meni ko'ra olmaydi, bilmayman nimaga. Alloh xudo yaxshi ko'ramiz. Shuncha katta odamni qanaqa ko'rmaslik mumkin bilmayman, o'g'lim. Biz tushib ketmoqchimiz. Kalta tashlab ketdik. Boshdan joy yo'q. Taassurot kerak bizga. Ko'kbetdan tushib ketyapman. Men Magashganga chiqim kelyapti. 1900 dan tushib ketish menga. Magashganga. Menga alam qiladi, lekin juda ham so'qatyapman. Chiqmoqchi emasman. Xididan bilan. Emotional damn. Yo, parashogingizni hidi bilan. Tabriklayman. Уже то. Mana nima qatdan biladi. Fotosessiya davom etmoqda. Voy o'le, Ha, yo'q. Xullas, mana biz bugun qaysi cho'qqiydi? Ko'kbet cho'qqisiga chiqdik 1945 metr. Magashganga go'mi? Men Magashganga bormayman. Pastga qaytaman shu. Hop, nimadir deb. Xullas zo'r bo'ldi. Nerealniy. 2da boshladikmi? Ha. 2da boshladik. Nerealniy bo'ldi lekin. Maza qildim. Boshda qo'rqdim. Kecha uxlayotgan payti qornim to'q edi. Qo'rqdimki, bo'ri bo'lsa-chi, to'ng'iz bo'lsa-chi edi. Keyin ertalab kunduz kuni qornim ochidi. Ovqat bo'lsa bo'ldi, boshqasi muhim emas. Yoramiz deb borib chiqdik. Lekin keldik, vashi zo'r bo'ldi. Kelgan paytim tumanida yana qo'rqdim. Bo'ri bo'lsa-chi deb, lekin hammasi cho'tki bo'ldi. Gapir. Zo'r. Hammaga rahmat. Men yana gapiray. Keyin nima edi? Biz Ramazonda birinchi marta tungi hiking qildik. Tungi hiking hali bo'lmaganmizda, endi bo'ldi. Ikkinchisiga chiqib. Короче, men bugun Shatdan qaytib ketmoqchimiz, lekin shame of me because 1900 dan qaytib ketishim uyat menga o'zi, mayli. Просто men настроением yo'qligi uchun tushib ketyapmiz. O'g'lash настроенияsi yo'q, tushib ketyapmiz. Biz pastda nima qilamiz? Biz pastda uxlaymiz. Ajakbar mashinada. Ikkalasi javob beradi. Ha, nimadir bo'lib qolsa, Gulash ikkalamiz qoplaymiz. O'zing qoplamaymiz. Qoplaydi valla. Oh! Berganman bu. Davoy! Qani o'chiring bitta, intervyulik. Taassurotlar. Xo'p, mana shu zo'r bo'lyapti, energiya zo'r. Uyqu yo'q bo'lsa ham soat уже 6 ga qarab ketyapti. Quyosh chiqyapti bu tarafdan. Endi hozir 33 ta relsasdan chiqib ketamiz. O'sha nomi yana Maygashgan. Maygashganga. Yaxshi Abdulborik. Qara. Bo'ldi gapim esimdan chiqib ketdi. Gapirasiz endi. Yo'q, gapim. Endi gapirasiz endi. To'xtang. Taassurotlar. Zo'r.
Ketdik, Davidalik. Yo'q, chetga, ikkinchi. Easy, ya. Ha. Gap yo'q. Gulchehra. Lodka bitta. Gapiring taassurotlaringiz. Ha, xullas zo'r bo'lyapti. Quyosh chiqmayapti, cho'ta nimagadir. Chiqadi. Da, quyoshda rasmga tushsa zo'r bo'ladi. Qiyin emasmi? Yo'q. Yaxshimi? Maza qildim-ku. Xullas, yulduz zo'r ekan. Gap Osmondagi yulduzlar. Ismingiz? Men ismim Xonzoda. Короче, hamma joyda qiyinchiliklar bor, lekin bu komanda bilan qiyinchiliklarga hammasiga baham bera olamiz va shunday bo'ldi, to'g'rimi? Shefu, shundaymi? Yurmaydi, ey. Tormiz. Maygashganga go'mi? Inshaalloh hozir ish bilan gaplashaylik, keyin qaytib kelganingizda aytaman javobini. Gap. Bor, Messi beraman. Birovdan intervyu. Qarorchi, mana o'zimga qaratib olyapman. Istima qilayotganimni bilaman, lekin Maygashgangacha chiqaman. Uzr, vashchi bor-ku, vashchi hijolatli bo'lyapti. Hozir ro'za tutmaganman. Tugagandan keyin xudo xohlasa tutaveraman. Gap yo'q, bravo. Omad. Rahmat. Ha, Nima ish bor? tema bor. Qanaqa? Intervyu berish kerak. Rostini aytayim. O'tgan safar Ko'kbetga chiqqanimda qaytib ketgandim. Zaryad bo'ldi. Ket. Shu doimgidek yana qiynalyapmiz. Yana Ko'kbet. O'tgan safar chiqqanimizda ham qiynalgandik. Hozir komanda Maygashganga ketyapti. Biz bo'lsa iftorlikka harakat qilamiz endi. Xudo xolisa pastga tushib. Oliy maqsad ish bo'lib qolibdi-da. Ha, o'sha yeyish bo'lib qoldi. Qancha qarash Shu pastga tushib endi yeyishga harakat qilamiz, pastga tushib. Qolganlarni o'ylaymiz. Otchalarga ot minishga harakat qilib, juda pastda otlarni tayyorlab turib bosamiz. Bizga tayyorlab turinglar. Ko'kbet zap etildi, hammadan intervyu olindi. Endi Maygashganga go. Agar sirpani bo'lsa albatta. Pardodan ketdingizmi? Bir bilan ratcha bo'lmi? Ajoyib. Давай, let's go. Oyoq ko'tarish kerak edi-da, yaxshi qiz. Ichimga qo'rq kirdi. Voy, shu yasdi. Yaxshimi? Chiqazib oling, turadi. Niye qoch? Oy, maqsad. Oy, blin. Ben to'xtolmayman deb o'yladim. Hozir ketamiz, ammo pastga qarab, ey insonlar. Blin, telefonim qani mana? Bormi? Ha. Yo'q. Anlar yana tiyib yurmasin bu yoqda. To'g'ri ketadi ishoning. Jar bor bo'lsa kerak. To'g'rimi? Mana hozir men aytdim o'taman. Bu yoqda jar bor. Xudo bo'lsa, to'yishga harakat qilib ko'ramiz. Ketdi. 1 2 3. Iya. Let's go. Aşağı bilan shuya faqat. De Cristiano! Sizlar bilan bermoqchi etilib o'xshamadi. Taksi. Soat 6:50. Hozir Maygashganga yurishni boshladik. Oldinda kamchilikmiz.
umumiy 10 kishi где-то chiqamiz. Xudo xolasa 2 soatlarda chiqib qolamiz. Har doim haykingga chiqqanimizda tongda chiqardik, tun botardi. Bu gal navorot bo'ldi. Tunda chiqdik, tong otdi. Qanaqadir kayfiyatlar zo'r. Yaxshi ekan shu. Endi doim shunaqa qilib chiqib bo'lmaydi. Lekin orada shunaqa qilib turish kerak ekan. Просто kayf. Yurishlar zo'r. Qushlar sayrab. Bahor kirib keldi. По факту тоже bahor kirib kelyapti ekan. Alhamdulillah. Mana qushlar. Qorsiz bunaqa zo'r bo'lmasa kerak deb o'ylardim. Yo'q, yaxshi. Juda ham zo'r. Odam uncha charchamas ekan ham. Sekin, потихоньку chiqib ketaverar ekan. Hammaga rahmat. Sizlar bilan sayyoh bola. Bizada quyosh chiqyapti. Biz bo'lsa mapda fotosessiya qilish bilan bandmiz. Shunda. Tak manzara ajoyib. Menga shuncha o'qishga chiqib ketamiz. Atmosfera просто bomba. Tongda toqqa chiqish juda ham yaxshi ekan. 9:10 ga yo'qolmasdan 7:06 da chiqish. Tomog'imiz qurib qoldi. 5:40 da oyog'imizni yopdim. Oxirgi suv 5:35 da ichdim. To'yib muzdek suv ekan. Yaxshi to'ymadim. Bir tomoq qurishni boshladi. Bizda hali 1,5 soatlik yo'l bor. Xo'sh, chiqyapti. Manzara juda ham chiroyli. Chiqyapti, hammasi yaxshi. Inshaalloh. Cho'qqilarni yeb o'tamiz. Rozani ham tutamiz. Sayyoh bo'lasizlar. Let's go. Ta'riflashga til ojiz. Go'zallik, tabiat. Qaranglar o'zi. Tosh ichidan daraxt chiqib ketdi. Tosh ichidan oddiy daraxt. Bu degani hayotda hamma narsaga qodir. Faqat xarakter ko'rsatish kerak, ishonch bo'lish kerak va harakat. Hammasi Allohdan, shunga ishonish kerak. Kстати, menimcha nari kamerada olmayman video. Chunki telefonim anchalik tinimroq tushiryapti undan ko'ra. Lima men uni nastroykasini tushunmayapman, bilmayman. O'tirib nastroykasini qilish kerak uni. O'zi yaxshi bo'ladi, bir yaxshi bo'ladi, bir yaxshi emas. Xullas bir nastroyka qolish kerak menimcha. Ощущение просто бомба. Hammasi zo'r. Oddiy triplardan ko'ra tungi trip, hiking menga yoqdi. И самое главное, что hozir xudosi 2 soatda chiqsak ham, yana 4 soatda tutsak ham, вот 12 larga tushamiz, 12:1 larga tutsak. Yo'q, все, просто dam olib yotamiz. Ertaroq uxlagan erta ishga borish kerak. Sinab ko'ringlar. Sizlarga albatta yoqadi. Ko'ramiz. Sayyohlar! Maykashkanga!
Maygashgan cho'qqisini easy zab etdik. 2 soat deganda adashmasam. Fotosessiya jarayoni ketmoqda. Bu yoqqa 2 marta chiqqan bo'lsam, 2 martasida ham znak yo'qdi. Xudoga shukr znak bor. Lekin faqat znakli yo'qotdi. Juda ham remont talab bo'lib qo'ygan. Xo'p, sizlarga atmosferani ko'rsataman. Ama çok konuyla sevdim ben bunu. Ben çok korktuğum ya. De, artık çok korktuğum ya. De, Xudo xolasi. Easy bu joqqa. Chiqamiz. Mucho. Sizlar bilan sayoq bola. Endi pastga tushamiz va Skype ma отдыхаем, братья. Вот mana bu ro'za bugun. Kayf degani bu so'kish degani emas, ko'pchilik so'kish deb o'ylaydi. Ketdi sovuq. Sovuq. Xo'p. Biz endi boshladik. Hojekbar mana o'ng tomonda kulcha nafas kulchadan olib olgan. Pastga yurib keling bo'ldi. Sizdan chiqarib olib ko'radi. 8:30larda tushishni boshlayman deb, mana soat 10 bo'ldi, endi tushyapman. Hop, mana bitta sirpanam. Nima gap bolalar, nima gap? Bitta oyog'idan sirpanishlar zo'r ketadi. Ana. Sirpan olmagan. Yo'da sirpanishni o'rgataman sizlarga. Chiqasizlar, ha? Chiqasizlar. To'g'ri qo'yasizlar. Kesilib o'tirasizlar. Ketdi mana. Ko'rdingizmi? Ko'pchilik sirpan olmay, vahshiy sirpan olgan joyda qancha sirpan olamiz. Hozir to'xtab turamiz. Ko'rdingizmi? Life hack. Mana qara. Mana ko'rsating, mana ko'rsating. Bitta o'tingda. Mana. Nima qilasiz? Mana. Bitta oyoq bilan mana. Kecha oyoq ko'tarib oling. Ko'rdingizmi? Mana. Ko'rdingizmi? What's it? Life hack. Qani? Sayoq bola sirasrorlari davom etadi. Короче, вот кайф, сырpan tushish. Bu sirpan tushish yaqinda tugaydi. Juda ham baland tog'larda qoladi xolos. Bunaqa sirpan tushishlar. Anaqa past cho'qqiladi. Uch tugaydi. Даже Amirsoyda sezon tugayapti. Lija snowboardlarniki. Ey qiz. Qalaysiz? Nima qilamiz endi? Sizga savol. Naushnik uchun tusharmidingiz? Lekin men tushmasdim-da. Tushganda sen perchatkani olib chiqardim-da. Ha, tushganda perchatkani olib kelardim-da. Даже mana olib chiqardim-da, agar unga anaqa qilganim. U ko'rinib turibdi, hozir ko'rinmaganda. Da, вот tiem более 10 metr past edi. Da, boray deganmiz. O'singlarchi odamlar, maza qilib yashasanglarchi. Ha, keyin вот haykingga chiqadiganlar, yoningizdagilarni ham o'ylaylar, iltimos. Yoqmaydi bu yerda qaysarlik qilish. To'g'ri, qaysarlik qachon qilinadi? Qachonki o'zingizga 100% uverin bo'lsangiz, 100% o'zingizga javob bera olsangiz. Вот fiziki kuchli emassiz, lekin anaqa qaysarlik qilsangiz, bu juda ham yomon-da. Допустим, chiqoladigan cho'qqizga chiqaman deb qaysarlik qilsangiz, вот hatto 5-6 ta odam siz bilan согласен bo'lsa, shunda ham 5-6 ta odam согласен bo'lishi kerak sizlar bilan. Shundagina chiqsangiz bo'ladi. Вот agar hamma ketaman deb turgan joyda bitta o'zingiz men chiqaman deb qaysarlik qilsangiz, bu juda ham yomon narsa. Da
Shu gap sayoq bo'layapti. Короче, bizda bitta qiz, прикиньте, наушник uchun. Вот, надо. Masjidga boribdi. Naушник uchun. Va hayron. Telefonim tushib ketsa o'ylansam kerak, bormaymi deb. Biling. Hayot o'zinglarniki, o'zinglar yashaylar ba'zi qanaqa xohlasanglar. Hech nima bormagan bo'lardi. Da. Ajoyib. Вот, mana misol uchun solo emas, sayoqlar bilan chiqishi, gruppa bilan chiqishi foyda taraflari shuda. Har qanaqa hodisa, har qanaqa narsalarni ko'rasizlar, har qanaqa odamlar. Qiziq, qiyin, quvnoq, azobli. Da. Aqlimga sig'mayapti shuncha joyga tushish. U qizda na strava bor, na karta bor, na bu yoqlarni biladi. Birinchi marta kelish hayotida. Na she'riga bor hozir. Bilmadim. Короче, biling biz hafta yaxshigina sirpandik. Вот, video olishingizda yo'q. Ming afsus. Xudo xohlasa agar yana sirpasib olaman. Vah. Qat ketasizmi? Amtga? Yo'q. Biz yo'q ketishimiz kerak. No, xot sirpayanda bir to'xtamasdan sirpan olaylik dedim-da. Let's go. Tush. Bilan tazgina borgan. Давай, Gulchehra, давай. Zo'r tushdimi men? Хорош. Ana qora qattiq ustida o'ynatadi. Bu вообще anaqa. Foyda turgan qoragan. Amalladim shundan. Biling, rosa sirpaningga otdi, lekin o'xshamayapti. Lekin tasini bilmaymiz. Let's go. Блять! Sirpan bo'lmayapti. Men bitta sirpaniga o'tib, shunaqa sirpaniga o'tganman. No, нет. Bile. Tek söyleyelim gittik. O'zbekiston havo yo'llari. Akıştı mı yok mu? Yok bile. Wow. Abi gidişim yolun oldu. Atak zor. Ne kadar iyi. At, nima borligini bilmaysiz-ku boshingizda. Sizlarga
qayerda qaysi cho'qqaligini ko'rsatish esda yo'q. Mana bu cho'qqa bu emas. Bunisi ko'k bet. Вот mana bu maygashka. Вот mana 3 tosh. Egiz tosh, oq tosh. Da. Zo'r. Jodam. Nima gap? Ketdi. Bili zo'r qizda shu. A? Da. Chiroyli joylar. Hoji Akbar aloqada. Let's go. Блин, страх. Qo'rquv juda baland bo'ldi. Tosh urilgandan oz bosh. Hammasi zo'r bo'ladi. Xudoning mo'jizasida qarang. Shuncha toshli bosh mashta to'xtadi. Alloh Alloh. O'zing buyuksan. Давай, yana bitti. Shunaqa qilib chiqolmas sekin. Sekin birinchi. Короче, odam raz to'yis kelyapti. Lekin yo'q. Прям. Hozir ajal bo'ladi. Qarab qo'ying. Let's go. Let's go. Yeah. To'xtang, ketib qolmang. Ketdimi? 1 2. Are you ready? 3. Yo, bля. Во, men qanaqa mamlaqa bo'lib qoldi, ha? Bля. İçim qorga to'ldi. Jinni. Voh. Mana ham jinni. Voy bля.
voy nima ne kapshon kiymadim? Ne aytmadingiz? Yana bir marta tushamiz-ku, yana kirib ketamiz. Bля, sochimni. Yo, ladno, tushishga maza qilib tushdik. Mapga chiqishchi. Blin. Bosh chiqqanda ham tutib qolmasa bo'ldi-da, davay. Let's go, man. Let's go. Let's go, baby. Go. Ketdi. Men yo'lni ko'rmayapman absolutно. Tayyormi? Да, конечно. Ke. Ush. O, yaxshi. Oy, oy. Bo'ldi. Bo'ldi bugun. To'chi bo'ldi. Qanday taassurotlar? Ajoyib, go'zal. Tasaytuvdi. Ana yotishdi. O'zingga o'xshagan jinni topib olsang hayot vasi zo'r bo'ladi deb. Да, пока что. Вот, sekin tushib ketamiz. Ko'kbetdan o'tdik. Video olish ham istaydi. Amalash kerak. Молодец, молодец. Потому что doim birinchi bo'lib chiqib, birinchi bo'lib tushamiz. Muhammadjon hisoblaydi. Да. Tusham. Yaxshini qiynayapti. Alhamdulillah. Baxillardan qaraydi. Yechilib ketgan. Bu Serenata, bu kanyonda, bu choyliq Shahzoda. Yaxshi xolos. Вот. Bugungi haykingimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Shunaqa chiroyli manzarada. Hozir bo'lsa, hozir cho'milib borardim. Ro'za bilan chiqish yomon qiyin ekan. Просто voy. Tomoqlarim. Yutunsam o'ryapti dashi. Yo'qot buningni deb. Bezor bo'ldi tomog'im chunki yutinaversam. Xullas, maygashkan va ko'kbet cho'qqilari mana eng yomon ko'rgan cho'qqilarimdan biri bo'ldi. Mana chunki artriksimni yirtdi. Mana yana. Onasini emsin. Tikanak. Kemelab o'tgan. Bahor, yoz, kuz umuman kemaydi. Qishda kelaydi faqat. Qishda kelsanglar zo'r lekin. Manzaralari zo'r. Ot bahor, yozda mana mamtga kelib, cho'milib, mamtlarda shashliklar qilib, короче, maza qilinglar, jonni qadriga yetinglar. Sizlar bilan sayoq bo'lib, nima desam bo'ladi? O'sha gap, sayohat qilinglar. Sayohatdan hech qachon yutqizmaysizlar. Sog' bo'linglar. Hammaga rahmat. Короче, вот. Yakshanbam tugadi. Uxlab qoldim mashinamda. Bular уже maishatni bosib olishdi, уже yo'stirishyapti. Shashlik bosyapman. Bitta musiqa ketyapti, adbishga. Bilaman. Я тоже туда хочу, просто вообще och qoldim. Tersa bo'ladigan narsani terga O biluvga. Ha? Hozir. Короче, musuldan qolib ketgan shu. Yo'qsirgandan qo'ygan deb turibman, mana Xudoga shukr. Xudoy. Ha, mana Xudoga berdi, Xudoga shukr. Ikkita shashlik. Yig'ishtirgandan emas-ku, o'qtirgani degan sizga qolgan ekan. O'l qizni o'yi cho'k ketibdi-da. Mana nasibam bor ekan-da, mana ko'ring. Nima Вот. Tekstiramiz. Пока-пока. Hammaga rahmat.